Barselona kelajagi ishonchli qo'llarda. Bundan avvalgi videolarimda men Real Akademiyasidan chiqqan David Sanchez haqida ma'lumot berib o'tgandim. Barselonada ham bunday iste'dodlar yetarli. Yana bir Barselonadan chiqayotgan, La Masiyadan chiqayotgan iste'dod haqida gaplashamiz. Hugo Gadeliano Barselona akademiyasida o'ynayotgan ajoyib yulduz. Barselonaning 8-raqamli yarim himoyachisi bo'lish kutilayotgan iste'dod, ya'ni Pedridan keyin eng yaxshi nomzod desak mubolag'a bo'lmaydi. U xuddi Iniesta kabi to'p bilan muomala qiladi. Hozirda bu yosh futbolchi Ispaniyada La Masiyada tahsil olyapti. Bola haqiqatdan da iste'dodli. Uning boshqalardan farqi o'yin uslubi va oyoq anatomiyasida. U zarba berishda va to'pni o'zi bilan ushlab turishda boshqacha texnikadan foydalanadi. Bu esa uni noyob qobiliyatidan biri. Hozirgacha u 6 o'yinda 8 ta gol urishga ulgurgan. Har yili mart oyida Barselona dunyo bo'ylab akademiya yoshlarini kuzatadi va eng iqtidorlilarini aynan La Masiyaga olib keladi. Muxlislar allaqachon yangi Iniestani La Masiyada ko'rishmoqda. Kelajakda esa Gadeliano eng yaxshi yarim himoyachilardan biri bo'lib yetishishi mumkin.